بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'rganishlikda keyingi darsimizni boshlaymiz. Qurayshning odatiga ko'ra yangi chaqaloq tug'ilsa, bu chaqaloqlarni emizishlik uchun sahroga berib yuboradigan odati bor edi. Quraysh qabilasi mana shunday odati bor edi. Birinchidan, Makka haj qilinadigan joy. Xilma-xil odamlar keladi. Keladida har xil lahja, har xil sheva egalari bir necha oylab, bir necha yillab hozirgidaqa qolib ketishadi. Hozir mana hal umraga borib haj qilib kelayotganlar bor. Hajdan keyin qolib ketdi, bir 10 xil bahona bilan qolib ketayotganlar bor. Xuddi shunga o'xshagandek Makkaga haj qilgani kelgan kishilar bir necha vaqt, bir qancha vaqt qolib ketishadi. Tabiiy har xil lahja, har xil sheva egalarini ta'siri ostida ulug'aygan bolalar ham sof arabiy tilini esdan chiqarib qo'yadi. Shuning uchun agar sahroga berib yuborsa, bitta qabila bilan turadi, sof badiiy, fusho deyiladi mana. Badiiy tilida, arab tilida, sof tilida gapirishadi. Shu bilan to tili mustahkam o'rnashib olgunicha sof tilga boshqa qabilaga aralashmaydi-da, o'sha yurtda, o'sha qabilada yashaydi. Demak, birinchi sababi tili sof arab tiligacha qolishligi kerak. Har xil shevalar aralashmasligi kerak. Ikkinchidan, shaharda ulg'aygan bolalar sahroda ulg'aygan bolalarga qaraganda muloyimroq, yumshoqroq, nozikroq bo'ladi. Ammo sahroning sharoiti og'ir, sahroda yashashlik tabiiylikka yaqin. Shuning uchun ana shu joyda yashagan odam, bola, ulg'aygan bola jismonan baquvvat bo'lib yetishadi. Uchinchidan, Makkaga haj qilgan har xil odamlar kelar ekan, albatta ular bilan har xil kasalliklar ham keladi. Makkaning havosi sahroning havosidan farqi bor edi. Sahroning havosi toza. Shuning uchun sahroda yashagan odamlar kamdan kam kasal bo'ladi. Shu va boshqa sabablarga ko'ra arablar, xususan Quraysh qabilasi farzandlarini emizishlik uchun sahroga berib yuboradi. Mana shu emizgan olib ketadigan odamlar, mana aytdik, sahroy arablar bo'lardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tug'ilishgan paytlarida Banu Sa'd ibn Bakr qabilasidan bo'lgan emizishlik uchun bolalarni olib ketgan ayollar Makkaga kelishdi. Ularning orasida Halima ismli ayol ham bor edi. Banu Sa'd ibn Bakr qabilasiga qurg'oqchilik etgan, nihoyatda bir ekin-tikinlari o'lgan, hayvonlari ozigan, arvaga mana shunday qiyin ahvolatda edi ular. Halima aytadi, faqirligimizdan deydi. O'zimni bitta emizikli bolam bor edi, shunga ham sutim yetmasdi deydi. Endi nima shu ikkinchisini oladi desa, ana shu bolani olsa, ota-onasidan bir muruvvat ko'rishlik maqsadida rizq talabida kelishadi. Ammo ana shu bolani emizishlik uchun olayotgan ayollar bolani faloncha narxga emizib beraman deb baholashilmas edi. Baholashmas edi. Chunki qanday qilib ayol kishi o'zini sutini sotadi? Bu ayb hisoblanadi. Urf, odat ana shu 2 yillik emizishlik muddati nihoyasiga yetgandan keyin bolani qaytarib ota-onasiga olib kelsa, otasi bir ikrom, hadiya tariqasida bir mablag' berar edi. Shuning uchun olinayotgan bolani otasi boy bo'lishligiga bu ayollar haris bo'ladi. Chunki puldorroq odamning bolasini olsa, sovg'a salomi ham balandroq bo'ladi. Halima Sa'diga kelayotgan mana shu ayollar jamoasi kelar ekan, Halimaga qarab turib, "Ey Halima, tezroq yuring, bizni kech qoldirib yubordingiz" deb malomat qilishadi. Halima mingan eshak nihoyatda bir qaraligidan, quvvatsizligidan, ochligidan nihoyatda bir zo'rg'a yurib kelardi. Har qancha turtib shoshiltirmasin, iloji bo'lmasdi, sekin kelardi. Mana shu sababga ko'ra Halima Makkaga hamma ayollardan kech qolib keldi. Ayollar Halimadan avval kelib, ana shu chaqaloqlarni istagan paytda Omina o'zi farzandi Muhammad sollallohu alayhi vasallamni ularga ro'baro qilganda, kim zurriyotidan Abdul Muttolibdi. Nasl nasab balat ekan. Otasi kim? Otasi o'tgan. Endi otasi yo'q bo'lsa, bu yetimga biz parvarish qilsak, uni onasi yo'q, bobosi qanchalik bizga bir muruvvat qila olardi? Hech qachon otasi, onasi yoki bobosi, otasi haris bo'lgandek farzandiga haris bo'lmaydi. Hamma
enagalar rad qilishdi. Rahmatan lil alamin bo'lib kelgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamni hech kim olmayapti. Hammasi bitta-bittadan bolani oldi. Halima kech qolib keldi, istodi, bola topolmadi. Omina Halimaga payg'ambarimizni ro'baro qilganida otasi yo'qligini bilgandan keyin u ham olishdan boshladi. Chunki o'zi rizq deb kelgan ular. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek zot hech kim olmayapti. Shunda Makka ning tashqarisiga chiqqanidan keyin Halima eriga men bilan kelgan hamma hamrohlarim bittadan bolani olib ketsa, men quruq qaytaman. Eri aytdi, "Mayli, olaveraylik, shoyat Alloh ana shu bola tufayli bizga barakot bersin." Halima qaytib bordi, Ominaning qo'lidan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni oldi. Olishligi bilan barakotlar zohir bo'la boshladi. Olishligi bilan Halimaning ko'kragiga sut to'lganligini sezdi. Sodir bo'lgan barakotlardan yana bittasi eshagida ko'rindi. Kelayotganda zo'rg'a qadam bosib kelgan, jamoani orqada qolishiga sabab bo'lgan kechiktirakdan eshak endi hammadan o'zib keta olgan bo'lib qoldi. Halima harcha buni sekinlashtirishga urinmasin, iloji bo'lmas edi. Shunda hamrohlari Halima, "Bu kelayotganimizni minib kelgan eshagingizni shu, nima bo'ldi bunga?" dedi. "Bilmayman, hayronman" deb Alloh taoloning payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ko'rsatgan ikrom izzat edi. Bitta bolasini emizib to'ydira olmayotgan Halima endi ikkala bolani ham emizib to'ydira olgan bo'ldi. Mana aytdik, Banu Sad yerlariga qo'rg'oshli yetib, nohadda bir faqirlik, qiyin ahvolda yashayotgan bo'ladilar. Halimaning uyida qari sut bermay qo'ygan bir urg'oqchi tuyasi bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelishligi bilan semirishni boshlaydi. Yelini sutga to'ladi. Hamma bundan hayron bo'ladi. Halimaning qo'ylari semirishni boshlaydi. Ular ham sutga to'ladi. Odamlar ko'rib hayron bo'ladi. Hammaning qo'ylari oriq, soriq, qiylangan, Halimani qo'ylari ham, tuyalari ham semiz, sutga to'lyapti. Ana shu qo'ylarni haydab ketadigan cho'ponlarga boshqa kishilar aytardi: "Ey, Halimani qo'ylari qayerda yuribdi? O'shada boqishgan senlar ham, qara qo'ylarni semirganini." Desa cho'ponlar aytardi: "O'shada boqyapmiz biz ham, lekin foydasi bo'lmayapti." Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tufayli Halimaning uyiga kelgan barakot edi. Shuning uchun birodarlar, bizni tijoratimiz ravon yurayotgan bo'lsa, hamma yog'imiz besh bo'layotgan bo'lsa, qaysi farzandimiz tufayli ekanligini bila olmaymiz buni. Halimani eshagi kech qolib kelganida hamma boylarda bolalarini ayollar olib bo'lgan edi. Halima albatta xafa bo'lgan bo'lsa kerak. Shu eshagim baquvvatroq bo'lganida, birinchi kelganida ehtimol men ham boyda bolasini olardim degan. Ya'ni mana shu eshagini orqada qolganligini o'ziga zarar deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda odamlarga o'xshab. Lekin alal oqibat nima bo'ldi? Foydasiga bo'lib chiqdimi? Asa antakrahu shay'an wa huwa khayrun lakum deydi Alloh taolo. Hayotingizda bir ish sodir bo'ladi, sizlarga yoqmaydi. Hayotingizda bir ish sodir bo'ladi, sizlarga yoqadi. Ehtimol orqasida ziyoni bor, kim biladi buni? Bir ishni yomon ko'rasizlar deyapti Alloh taolo. Orqasida yaxshilik bor. Bir ishni yaxshi ko'rasizlar, yaxshi ham shuna bo'lgan deysiz, orqasida ziyoni bor. Sizlar bilmaysizlar uni foyda ziyoni, Alloh biladi deydi. Xuddi mana shu o'ringa payg'ambarlarning tarixiga murojaat qilsak, Musa alayhisalom Xizr alayhisalom bilan uchrashdi. Sizga berilgan ilmdan menga ham o'rgating dedi, o'rgataman, faqat nima uchun qilganligimni bir ish qilsam so'ramaysiz dedi. Xullas mana mashg'ul qilsa, kemani teshib qo'ydi. Kema ahli cho'kishga yaqin bo'ldi, zo'r-bozor nariga sohilga yetib borishdi. Bu kema miskin odamlardagi edi, tirikchiligi shu kemasi bilan. Kemani tag'li teshib qo'ygandan keyin kemachiga chiqinmi bu? Rasxotmi bu? O'sha kemachi aytgan bo'lsa kerak. Chataq bo'ldi-da, mana shu teshilib qolgani. Shu chiqindi o'rniga falon ishimni qilib oladim desa kerak edi. Bizda bo'ladi shu narsa. Keyinchalik Xizr alayhisalom Musa alayhisalomga bu qilgan ishlarning sababini aytib berayotganda aytdiki, men kemani teshib qo'ydim. Sababi narigi sohilda podshohi kelgan kemalarni hammasini tortib qo'yatdi. Aybli ekanligini ko'rgandan keyin podshoh tek qo'ydi unga deydi. Demak, mana shu teshilganligi foyda bo'lib chiqdimi oqibatda? Shuning uchun masjidga bora olmagan bo'lsangiz, bolani otilib ketib o'sha restoran qolib qolgan bo'lsangiz, hamda ayting Allohga ehtimol bir balodan saqladi. Bir yopolmadingiz tomingizni, bir yaxshilik bor. Bir uylanmadingiz, bir chiqarolmadingiz qizingizni. Ehtimol bir yaxshilik bor. Yaxshilab eshitib turaylik. Yaxshilab eshitib turaylik.
Biz iymonni 7 ta shart, iymonni 7 ta rukniga shartiga iymon keltirganmiz. Allohga, farishtalarga, ha? Shundan bittasi yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan. Quyidagi Imom Termiziyning sahihlarida keltirilgan hadisga quloq solamiz. Hozir bu mavzudan chiqish emas. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: senga yozilgan narsa adashib boshqa birovga o'tib qolmaydi. Birovga yozilgan yaxshilik yoki biror narsa adashib senga kelib qolmaydi. Shunga iymon keltirib olmaguningcha Uhud tog'idagi oltinni sadaqa qilayotgan bo'lsang ham sen jahannam ahlidansan deydi. Nima degani? Sizni peshinangizga yozgan narsa albatta keladi, xotirjam bo'ling degan. Birovga yozilgan narsa adashib sizga kelib qolmaydi, xotirjam bo'ling. Ertaga krizis bo'lar ekan, ertaga manaqa bo'lar ekan, siz siqilmang degani. Peshinangizga yozgan ish bor. Undan oshiq ham bo'lmaydi, kam ham bo'lmaydi. Shunga iymoninglar agar zaif bo'lsa, shunga ishonmasdan turib, u 5 mahal namoz o'qib juma o'qish emas masala ishdir. Uhud tog'idagi oltinni kim sadaqa qila oladi oramizda? Lekin shunchalik ulug' ibodat qilib turib, Uhud tog'idagi oltinni sadaqa qilib, boshingizga keladigan yaxshilik, yomonlik Allohdan ekanligiga shubhingiz bo'lsa, jahannam ahlidan istayaptilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Eshik kech qoldi ham xafa bo'lgan bo'lsa kerak, xato qildi. Oqibati nima bo'ldi? O'shuning uchun mo'min odamning boshiga qanaqa kun kelar ekan, albatta u uchun yaxshi, rozi bo'lib qabul qilishligi kerak. Sog'ib ketimi demak shunda bitta yaxshilik bor. Ishingiz yurishmayapti, shunda bitta yaxshilik bor. Faqirmisiz demak bitta yaxshilik bor. Ehtimol o'sha davlatni berib qo'ysa ko'tara olmay qolarsiz siz. Haqiqatdan deymiz, ertaga chiqib qilayotgan ishimiz bundan teskarisi bo'ladi. Bu degani yotib olish kerak, Allohning aytgani bo'ladi degani emas. Inson rizqini sababini, salomatchiligining sababini hamma mehnatni qilib qo'yib turib, natijasiga kelganda endi bu yo'q Allohdan deydi. Biz qo'limizdan kelgan ishni qildik, natija Allohdan. Kelishdiga demak issiq bo'lib kelsa ham minglamaylik. Chunki issiq bo'lib ketdi, dotdadik, isib ketdi, gripp bo'lib ketdi, chang bo'lib ketdi, boshqa bo'lib ketdi. Alloh taolo bir hafta sog'lig'ini berdi, endi ko'mir tugab qoldi, sovuq bo'lib ketdi, boshqa bo'lib ketdi. Innal insana li robbihi lakanut va innahu ala zalika. Inson Parvardigorning bergan ne'matlariga nonko'r. Yana o'zi guvoh bunga. Boradigan boboyda davom etkazadi. Xo'p, darsimizga qaytamiz. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 2 yoshgacha Halima Sa'diyaning uyida ulg'aydi. Halima aytadi: Nabiy sollallohu alayhi vasallam haqida u Zot sollallohu alayhi vasallam boshqa bolalardek ulg'aymadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 2 yoshga kirganida xuddi 6 yoshga kirgandek ko'rinardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sog'lom va baquvvat bo'ldi. 2 yoshga kirganida birodarlar ravon so'zlari, sof o'zini arab tilida ravon so'zlari. Odatda 2 yil emzilgandan keyin bolalarni onalariga, otalariga qaytarib olib borib berilardi. Kim endi agar yana berib yuborishni xohlasa qaytarib berib yuborardi, kim olib qolishni xohlasa olib qolardi. Ominani undan Muhammad alayhisolamdan boshqa farzandi yo'q bo'lganligi uchun olib qolishligini aytdi. Lekin Halima 2 yildan beri ko'rayotgan barakadan ajragisi kelmasdan endi qaytarib beravering, yaxshi o'syapti, nima bo'lsa ham bizning havo toza, Makkada kasallik, xullas ming xil da'vo bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning onasini rozi qilib, Nabiy sollallohu alayhi vasallam olib ketdi. Olib borib bir qancha vaqt o'tishligi bilan ko'krak yorishlik voqeasi sodir bo'ldi. Bu shundaki, kunlarning birida Halimani o'zini o'g'li shoshganicha keldida, Qurayshlik ukamni 2 ta odam kelib qornini yorib qo'ydi dedi. Halima bilan eri shoshganicha Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga borganda Uzoq sollallohu alayhi vasallam qo'rqqan holatda, ranglari o'zgargan holatda turardilar. Senga nima bo'ldi deb so'raganida Nabiy sollallohu alayhi vasallam javob beradilarki, oldimga oq kiyim kiygan 2 kishi kelib, menga yerga yotqizdilar. Meni yerga yotqizdilar. So'ngra ko'kragimni yorib, yuragimni chiqardilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda aytadilar, ana shu davr haqida mening oldimga 2 farishta kelib, ko'kragimni yorib, yuragimni chiqardilar. Uni oltin jomga to'ldirilgan Zamzam suvi bilan yuvdilar. Yuragimdan qora alaqani, laxta qonni chiqarib tashlab, bu 2 farishta bu sizdagi shaytonning ulushi edi dedilar. So'ngra qalbimni hikmat bilan to'ldirib, qalb yuragimni joyiga qo'yib tikib qo'ydilar dedi.
Sahih hadislarda keladi, Nabiy sollallohu alayhi vasallamni ana shu paytda ko'hraga ochib qaralganda tikilganiga alomatlari bor edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamni Alloh subhanahu va taolo yoshligidan o'zi bir ma'sum qilib saqlagan edi. Shaytonni Nabiy sollallohu alayhi vasallamdagi ulushi mana shu bilan yo'q bo'ldi. Endi bu bilan demak insonning yuragini yorib turib shu qonni chiqarib olsa, shaytonning yomonligidan omon qolar ekan degan gap bo'lmasin. Bu payg'ambarimizga xos bo'lgan narsa. Halima bu bo'lgan ishdan xavotirga tushib, eriga bu bolani sog'ligida olib borib beraylik onasiga. Olib borib berishdi. Omina nima bo'ldi? Qaytarib kelibsizlar dedi. Ya'ni omon, sog', qo'l butun, mana qaytarib oling dedi. Yo aytinglar. Olib ketayotganda juda bir xaris bo'lib ketgan dedilar. Ular bu ko'hraga olishi voqeasini aytib berishdi. Omina jinlar bir yomonlik yetkazishdan qo'rqdinglarmi dedi. Ular ha deganda yo'q. Allohga qasam bu bolamga yomonlik yetmaydi jinlardan. Chunki men homilador bo'lib turgan paytimda tushimda menga nido qiluvchi yagona bo'lgan Allohdan har qanday hasadgo'yning yomonligidan unga panoh berishini so'rayman deb o'rgatgandim. Mana shunday deganman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday qilib onasining oldiga qaytib keldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam 6 yoshga kirganida onasi Nabiy sollallohu alayhi vasallamni Yasribga olib bordi. Yasrib Ominaning o'zining vatani, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tog'alarini yeri. Banu Najjar qabilasiga bordi. Ular bilan birga Ummu Ayman, Ominaga xizmat qiladigan ayol ham bor edi. Madinadan ziyorat qilib qaytib kelar ekan, otasining qabrini Madinadan taxminan 150 kilometr tashqariga chiqilgandan keyin Abvo degan joyda Omina qattiq kasal bo'lib shu yerda vafot etdi. Uni Ummu Ayman ko'mdi va Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni Makka ga olib keldi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 6 ga kirganda ham otasidan, ham onasidan ayrilib yetim bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bobosi Abdul Muttolib o'zini kafilligiga oldi. Albatta payg'ambarimiz oliy nasabli hasib kishilardan edi, lekin faqir edi. Abdul Muttolib o'zi ham boy emas edi. Chunki Ka'bani xizmati, hojilarni oziq-ovqat bilan, suv bilan ta'minlash Abdul Muttolibning vazifasi bo'lganligi uchun bori pulini mana shu saxovatga, karamga sarflash uchun faqir edi ular. Abdul Muttolibning oldida payg'ambarimiz 2 yil o'tirdi. 8 ga kirganda bobosi Abdul Muttolib ham o'tdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ota degan so'zni gapirmaganlar. Onasini mehriga to'ymagan. Bobosini qo'lida qoldi. Abdul Muttolib Qurayshning yakka oqsoqoli edi. Uni Ka'batullohning oldiga solingan joyi bor. Abdul Muttolibdan boshqa hech kim unga o'tirmasdi. Boshqa farzandlari chiqib Ka'bani oldiga kelib, tikka turishar edi. Otasi kelib to'shagiga o'tirmagunicha. O'tirgandan keyin har kim joyiga o'tirardi. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 6 yashar, 7 yashar bola yugurib kelib, bobosining to'shagiga o'tirib olsa, amakilari tur o'rningdan, tur. Bobangni joyidan tur deganida Abdul Muttolib aytardiki, bu bolani tek qo'ylar dedi. Allohga qasam bu bolamda buyuk bir ish bor. Yoshligidan, bobosidan va amakilardan hurmatni ko'rib katta bo'lgan bola o'ziga qanday bir chertmagan, so'kmagan, hurmat bilan katta qilgan. Endi bizni olaylik. Bak. Qo'ydi hayda. Ketdi. Piyanosini sindirib qo'ysa, so'kadi. Kiyimini yirtib kelsa, so'kadi. Uxlamasa, hozir eshikka chiqib boraman itni bolasi deydi. Bu ona shu 2 ga 3 ga kirgan bolasini uxlatishligi onani ishi emasmidi? Yalinadimi, yolvoradimi, hikoyat beradimi, Qur'on o'qib beradimi? Shu onani ishimidi? O'zini ishini bu ena bolani go'shini kesishlik bilan to'yg'izib qo'yadi. O'zini go'shini o'zi yegizib qo'yadi. Urg'itib orar ekan, bilmaydi, yopadi ekan. Keyin qo'rqoq. Onasini so'ysa ham, otasini so'ysa ham bunaqa ruhi yo'q bola indamay turaveradi. So'ysa so'kilib qolarmidi deydi. Farzandlarni onalari tarbiya qiladi, yaxshilab bilib olaylik shu narsani. Zubayr ibn Avvomdek Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning havorisi bo'lgan kishini Sofiya bint Abdul Muttolib onasi tarbiya qilgan birodar. Ayollarimizga qarab turib farzandlarimizni kim bo'lishini ko'rib qo'yaveraylik. Siz ko'chani odamisiz. Siz o'sha qonni bilan ustuni ta'minoti bilan shug'ullanasiz, ruhini onasi sindiryapti.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bobosini oldida o'tirar ekan, mana 2 yil yashadi deb aytdik. Bobosi Qurayshda oqsoqol edi. Makka ga kelgan podshohlar, elchilar, vazirlar, kiborlar, mujoholar albatta Abdul Muttolib bilan uchrashib ketadi. Bobosini oldida o'tirib, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bobosi ular bilan qanaqa muomala qilayotganligini ko'rib o'g'aydilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yetim, kambag'al, bechoralar bilan muomala qilishni biladi. Chunki o'zi shunaqa edi. Endi faqat bular bilan emas, bobosi o'tirib katta toifadagi, katta insonlar bilan ham qanday muomala qilish kerakligini kichkinaligini o'rgandi. Ishonaveringlar, 6 ga kirgan, 7 ga kirgan bolalarni kallasi ishlaydigan bo'lib qolgan o'sha. Sizlar e'tibor bermasdan yosh bola deganlar bilan yozyapti bu narsalarni u. Er-xotin o'tirib, dunyodan, hayotdan shikoyat qilib, hayotidan noroziligini bir-biriga gapirayotganda u yozyapti u. Mahallamizda kim yashayapti deb so'rang? Albatta davlatman odam aytadi. Chunki siz er-xotin gaplashayotganda shu bola, demak, yaxshi hayot, pulli hayot degan narsani olgan sizdan. Yo, noto'g'ri aytyapman. Olyapti u. Sizni dunyodan shikoyat qilayotganingizni, g'iybat qilayotganingizni, aka-ukangizdan xotiningizga shikoyat qilayotganingizni televizordan yozyapti u. Endi kim bo'lsin bu? Siz uni ruhini, tarbiyasini shakllantirmaganingizdan keyin kim bo'lsin? E'tibor beraylik, farzand boqayotganlar. Qiyomatda javob beramiz bu narsaga. Omonat ular. Mana darslarimiz avvalida aytganmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biz uchun tug'ilib vafot qilgunimizcha kim bo'lishimizdan qat'iy nazar, boymizmi, kambag'almizmi, katta kichikmizmi, bizga ibrat deb aytyapmiz. Mana go'dayligida payg'ambarimiz qanaqa tarbiya bilan ulg'aygan. O'zini sayyidligini ko'rgan, hurmatliligini ko'rgan, bobosidan o'rgangan muomalani odamlar. Biz shuna qilyapmizmi? Bugun borib yaxshi gapirib qolamiz. 5 yashar, 4 yashar o'g'limizga. 2 kun. Bizni tashqaridan birov kelib tuzatib qo'ymaydi akalar. Abdul Muttolibning oldida payg'ambarimiz mana shunday bir tarbiyani, hurmatni, e'tiborni ko'rib katta bo'ldi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 8 yoshga kelganlarida bobosi Abdul Muttolib ham o'tdi. Mana shu yerda shunday bir mulohaza qilish kerak, ozgina bir vaqfa kerak bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam yoshligidan hayotda achchiqlarini ko'ryapti. Hayotda achchiqlarini ko'ryaptilar. Ya'ni ota demaganlar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Otasini bag'riga bosgan emas Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Onani mehriga hali to'yib ulgurgani yo'q, 6 yoshda onasi ham ketdi. Bobosidan ajraldi. Hamma achchiqliklarni ko'ryapti payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Nima uchun? Bu ilohiy tarbiya edi, birodarlar. Chunki mana shu narsalardan eng yaqin odamlardan ajraganligi payg'ambarimizga ta'lim. Chunki otasi o'lsa, enasi o'lsa dunyoda tugadi degani emas bu. Hayotda bitta bosqichi bu. Ana shu bosqichni bosib o'tmasdan turib keyingi bosqich kelmaydi. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Alloh taolo o'zi tarbiya qilganligi ilohiy hikmat. Alloh taolo ba'zida bir narsani berishdan avval bir narsani olar ekan. Olib turib keyin berar ekan. Nuh payg'ambar 950 yil da'vat qildi, qavmi masxara qildi, urushdi, sabr qildi, keyin nima qildi Alloh? Kema bilan saqlab hammadan aziz qildimi? Ibrohim alayhisalom o'tga uloqtirildi, sabr qildi. Yurtidan hijrat qildi, sabr qildi. Keyin kim bo'ldi? Halilulloh, Allohning do'sti bo'ldimi? Yoqub alayhisalom eng yaxshi ko'rgan farzandi Yusufdan ajraldi. Sabr qildi. Yig'lab ko'zi ko'r bo'ldi, sabr qildi. Keyin Alloh Yusufni ham, Yoqubni ko'zini ham qaytarib berdimi? Avval olib turib Alloh keyin beryapti, birodarlar. Musa payg'ambar o'zini yurtidan bitta odamni o'ldirib qo'ygandan keyin qo'rqib qochib ketdi. Keyin o'zini yeriga, Misrga Kalimur Rahman bo'lib qaytdimi? Qaraylik-da tarixda. Alloh olib turib keyin berar ekan. Berganda xursandmiz. Rozimiz taqdirga. Ozgina olib qo'yganda-chi? Iso alayhisalom onasi va o'zi ana shu fahshda, bo'xtonga, tuhmatga ro'baro bo'ldi. Keyin osmon, yer Allohning mo'jiza ekanligiga guvohlik ko'rdimi? Va aylanib kelib payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam otasidan ayrildilar. Onasidan ayrildi, bobosidan ayrildi. Mehnat mashaqqat chekdi Makkada. Yurtidan quvildi. Makkani Alloh taolo payg'ambarimizni qo'l ostiga berdimi? Muzaffar qilishi bilan g'olib bo'lgan holda kirganida
Men endi nima qilaman sizlarni bilasizlarmi deganida Axun Karim, Ibn Axin Karim deganda ozod silasiz. Mana shunday mehnat mashaqqatlar, yoshligida yetimlik, mashaqqatda achchig'ini totgan Nabiy sollallohu alayhi vasallam qalbi qatib ketish kerak edi. Lekin ilohiy hikmat edi bu, tarbiya edi. Aksincha payg'ambarimizning qalbi rahm, shafqat, muhabbatga to'lgan edi. Demak, insonni boshiga keladigan yaxshi yomon kun Alloh taolo beradigan bir bosqichi, xolasangiz ham, xolamasangiz ham keladi u. Faqat unga rozi bo'lishlik kerak. Rozi bo'lishlik kerak. Ertangi kunda g'amini olib siqilmaslik kerak. Bola chaqamiz nima bo'lar kerak ertaga? Indinga nima bo'lar ekan demaslik kerak. Mehnat qiling, natijani Allohga qo'ying. Chunki Uhud tog'idagi oltinda ehson qilsangiz, agar ertangi kunda g'ami bo'lsa qalbingizda, qo'rquv bo'lar ekan bo'lsa ertaga, bu iymoningizdagi nuqson bo'ladi. Abu Talib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zini qaramog'iga oldi. Abdul Muttolib vafot qilganidan keyin. Abu Talib Abdul Muttolibdan ham faqirroq kishi edi. 10 ta bolasi bor. Otasiga bolalari yordam berardi tirikchilikka. Endi ularning qatorida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham mehnat qilishlikka yoshligidan majbur bo'lgan. Chunki bu ham bir siz bilan bizga tarbiyaki, ozgina tirikchilik qilishlikka qodir bo'lib qolishligi bilan payg'ambarimiz amakisini yelkasida o'tirgani yo'q. Ishim yurishmabdi o'tirgan o'g'il bolalar bo'lsa yaxshi eshitib olsin. Albatta millionni topish shart emas, sirazi qora suvga tushib. O'sha nima bor? G'ish qo'yaptimi? Shu ham tirikchilik. Birovni uyda mardikor ishyapti, shu ham tirikchilik. Payg'ambarimiz birovni yelkasida o'tirgan emas hech qachon. So'raylik shu savolni. Eng afzal odam qaysi? O'zini qo'li bilan mehnati bilan tirikchilikni o'tkazayotgan odam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 8 yoshga kirganidan boshlab 21 yoshigacha cho'ponlik bilan shug'ullangan. Cho'ponlik bilan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ma min nabiyyin illa va ra'al g'anam." Har bir payg'ambar qo'y boqqan. Bunda ham bir hikmat bor. Chunki hayvon bilan muomala qilgan, hayvonga bir parvarish qilgan kishining qalbida rahm, shafqat, halimlik, sabr hamda boshqaruvchilik sifatlar tarbiya topadi. Hayvon bilan muomala qilgan bolalar qalbida rahm, shafqat sifat tarbiya topadi. Ulamolar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni sahroda qo'y boqish haqida aytadilarki, hikmat haqida, sahroda qo'ylarni inson yolg'iz haydab yurar ekan, yolg'iz bo'ladi. Unga olam haqida mulohaza qilish, osmonlarni, yulduzlarni, falaklarni ko'rib turib, koinot haqida fikr qilishga fursat bo'ladi. Insonni ruhiyatini poklanishiga sabab bo'ladi. Endi shaharda o'rtasida yashayotgan odamda-chi? G'ala-g'ovur, bir ishda bir harakat, voqealar, hodisalar, bu narsalar haqida fikr qilishlikka vaqt bo'lmaydi. Bu yerda deyarli hamma qo'y boqqan bo'lsa kerak. Toqqanmi, tolaganmi, qo'y hadab chiqqan davringizni eslaydi. Hech kim yo'q yoningizda. Fikr qilishlikka majbur bo'lasiz. Tog'larni ko'rasiz, osmonni ko'rasiz. Endi shaharda yurgan odamchi? Bir qarasa, yozibdi deb qo'yadi. Qish o'tib ketibdi deydi. Osmonga qarab yulduzlar ko'rdi. Voh, shunaqa yulduzlar bor ekan deb. Chunki shaharda g'ala-g'ovurida yashagan odamda yolg'iz qolib mulohaza qilishga imkon bo'lmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahroda qo'y boqishning hikmatlaridan bittasi mana shu edi. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.